O'tgan 1 yil davomida biz 1000 dan ortiq hamkor restoranlarni uladik va hozirda ularning soni platformamizda 3000 ga yaqinlashdi. Toshkentda bizning servisimizni allaqachon bilishadi va tanlashadi. Aholining deyarli 82% taomlarda buyurtma bergan. Biz yetkazib berish tezligi masalasida sun'iy intellekt yordamida ishlayapmiz. Kelgusi yildan hududlarga ko'proq e'tibor berishni boshlaymiz. Ayni paytda restoranlar bilan 2 yo'nalishda ishlayapmiz. Birinchidan biz restoranlarning tor segmentini platformamizga ulayapmiz. Har bir foydalanuvchi o'zining sevimli restorani yoki kafesini topa olish uchun va ilgari yetkazib berish xizmati bilan hamkorlik qilishni istamagan, endi muloqotni qayta boshlashga va bizga qo'shilishga tayyor bo'lgan restoranlar. O'tgan 1 yil davomida biz 1000 dan ortiq hamkor restoranlarni uladik va hozirda ularning soni platformamizda 3000 ga yaqinlashdi. Restoranlar bilan ishlash bu faqat ulash va operatsion jarayonlar degani emas. Funksional yaxshilanishlardan tashqari, biz servis va hamkorlarimiz atrofida hissiy va madaniy muhit yaratish uchun ko'p ishlar qilmoqdamiz. Misol uchun, bu yil Toshkent markaziy parkidagi katta charxpalakni brendlashtirdik hamda servisimizdagi ommabop taomlarning lavash va somsadan tortib pitsa va sushigacha to'liq bo'yli tasvirlarni ishlab, shahar kechasini o'tkazdik. Shuningdek, Maza Festni qo'llab-quvvatladik. Mehmonlar bizning brend hududimizda dam olish va vaqtni maroqli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ultimaga ulangan hamkorlar soni va buyurtmalar miqdori 1 yil ichida 2 baravarga ko'paydi. Ayrim restoranlarning aynan bizning servisda taomlarni joylashtirishni tanlashlari biz uchun alohida ahamiyatga ega. Bu biz oqlashga intilayotgan yuqori darajali ishonch belgisi. Ultima yetkazib berish servisida biz mijozlar tajribasiga katta e'tibor qaratamiz. Taomlarni taqdim etish sifati va haroratini saqlashdan tashqari, biz uchun mijoz buyurtma bilan birga oladigan taassurotlar ham muhimdir. Shu bilan yaqinda Moel Bosch brendi bilan hamkorlikda dasturxon estetikasi va so'zini naqshlardan ilhomlangan Ultima yetkazib berish uchun cheklangan sonli qutilar to'plamini ishga tushirdik. Foydalanuvchilar bitta servis orqali kundalik vazifalarni tezroq va qulayroq hal qilishlari uchun yangi do'konlar va chakana savdo mahsulotlari toifalarini qo'shyapmiz. So'nggi yildagi retail yo'nalishi biz platformada taqdim etilgan do'konlar sonini 2 baravarga oshirdik. Hozir ularning soni 320 ga yaqin. Bu yo'nalishni rivojlantirishda davom etamiz. Men so'nggi 1 yil ichida bizga qo'shilgan Makro yirik tarmog'i, shuningdek, M-Kosmetik va Oksimet va Savi kabi yirik dorixonalardan dori-darmonlar yetkazib berish kabi yangi hamkorlarimizni alohida ta'kidlagan bo'lardim. Toshkentda bizning servisimizni allaqachon bilishadi va tanlashadi. Aholining deyarli 82% taomlarda buyurtma bergan. Biz poytaxtda xizmat ko'rsatish va yetkazish sifatini yaxshilashda davom etamiz. Tanlovni kengaytiryapmiz, lekin kelgusi yildan hududlarga ko'proq e'tibor berishni boshlaymiz. Joriy yilda 3 ta yangi shaharda, Navoiy, Qarshi va Marg'ilonda taomlarni ishga tushirdik. Yetkazish narxi va uyning restoran va do'konlarga yaqinligi hududlardagi buyurtmalar faolligiga ta'sir qiladi va biz buni hududlarni rivojlantirish strategiyasida hisobga olamiz. Yetkazib berish tezligi tezroq bo'lish uchun logistikani optimallashtiramiz. Yandex Plus obunasi bilan bepul yetkazib berishni taklif qilamiz. Biz yetkazib berish tezligi masalasida sun'iy intellekt yordamida ishlayapmiz. Uni o'rgatyapmiz. U kuryerlar uchun yo'lni soddalashtiradi, yo'nalishlarni optimallashtiradi va foydalanuvchilar uchun vaqtni qisqartiradi. Va albatta, xizmatga ko'proq kuryer hamkorlarni jalb qilishga harakat qilyapmiz. Ko'proq kuryerlarni jalb qilish uchun biz ularning platformamizdan foydalanishi osonroq, tushunarliroq va foydaliroq bo'lishiga e'tibor qaratamiz. 2025-yilning yozida Yandex O'zbekiston mamlakatda birinchi bo'lib o'zini o'zi band qilgan haydovchilar va kuryerlar uchun soliqlarni to'lashni avtomatlashtirdi va ma'muriy yukni sezilarli darajada kamaytirdi. Shuningdek, biz servis hamkorlari uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirmoqdamiz. 2025-yilning birinchi yarmida hamkorlar $340 million ortiq daromad olishdi. Shuningdek, servis hamkorlarining kuryerlari taklif qilingan hamkasblari uchun bonuslar, og'ir buyurtmalar uchun qo'shimcha to'lovlar olishadi. Yandex Go orqali ishlaydiganlar sug'urtalangan. Buyurtmalarni Yandex elektr velosipedlarda yetkazib beradigan kuryerlar chegirmaga ega bo'ladi. Haftasida 100 ta buyurtmani bajarishda ijara narxi kuniga atiga 1 so'mga tushadi. Yandex elektr velosipedlari
Taomlar hamkorlari kuryerlar uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, ular qulay va xavfsiz. Masalan, ular anatomik shakldagi o'rindiqlarga ega. Mobil qurilmalar uchun quvvatlagichi bor. Tezlik chegarasidan oshmaydi va ulardan har qanday ob-havoda foydalanish mumkin. Toshkentdagi parkimizda 500 ta elektr velosiped bor. Uni ko'paytirib hududlarga olib kelishni rejalashtiryapmiz. ...2026-yilda biz assortimentimiz ustida ishlashni va tobora ko'proq restoran va do'konlarni platformaga ulashni davom ettiramiz. Ikkinchidan, e'tiborimiz hududlar bilan ishlashga qaratiladi. Bu biz uchun ham, hududlar uchun ham katta o'sish salohiyati. Tabiiyki, qo'llab-quvvatlash, yetkazib berish va hamkorlar bilan ishlash sifatini oshirish uchun sun'iy intellekt yechimlarini ham joriy etamiz. Biz offlayn ssenariylar ustida ishlashni davom ettiramiz va kelgusi yilda sun'iy intellektga, shuningdek ekspertlar va foydalanuvchilarimiz fikrlariga asoslangan Ultima Guide'ni yangilaymiz. Shu bilan birga qayerda borish mumkin bo'limini rivojlantirishda davom ettiramiz. Joriy yilda uni Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona kabi 5 ta shaharlarda ishga tushirdik. Ultima Guide va qayerga borish mumkinning maqsadi mamlakatda gastronomik madaniyatni rivojlantirish, yaxshi restoranlarning ko'zga ko'rinishiga yordam berish va foydalanuvchilarga o'zlari uchun ushbu eng yaxshi restoranni tanlashda ko'maklashish. Biz buning natijasida atrof muhit, madaniyat va mamlakatning gastronomik xaritasi ko'rinishiga o'z hissamizni qo'shamiz.